Sebep qilsang savatda suv to'xtaydi deb bolarimni birsiniki to'qol go'shti yeyman, birsiniki dufopi yeydigan talab tangli o'rinlarda meni tuqqanlar. Unisiga vermay o'rindil ketdi deslar. Aldimlar to'qonniki mayda go'shtini normal qiliqda to'rab tayyor qilib oldim. Jumbehnib biz uqas qo'y kal go'shti shub bet turmay pachilinki qildik emasmi to'qol go'shti. Buningga bitta tuxum, tetig'idek tuz, to'qol tetqisi, vejing, bir qo'shiq kraxmal, 2 qo'shiq may, andi bir qo'shiq chang yo'qib yaxshi ilashtirib 15-20 minut atrofida tamlantirib qo'yamiz. Anqachan qo'shimcha saylarni to'rab maylarimizni qizib tayyor qilib tursak bo'ldi tuqqanlarim. Bugun yana o'tgan zali qaqaga mayg'ili zalidim bunuchi. Alnur shirkatimizdagi maylari tunji siqim 1-darajalik bo'lgandiki bir necha qatim ishlatishga tamamen bo'ldi. Zalg'animlarimiz yana supsizlik chiqdi. Asa qaridi olmaydi. Juma shunday harakatlik. Pek kuchli qaqib zalavatmay pishqarak yumshoqroq zalsaq bo'ldi tuqqanlar. Andi qozonga qayta vashti may qo'yib davomli deb ketganimizdek mayni oldin qizdiramiz. Akil bizdan so'g'andiki so'piyasajan samsa quruqlar azansa purg'on chiqaramiz. Juma akil tusalar dofopini sab qo'rdim tuqqanlar. Dofopini sag'ani cho'qim qo'limiz bilan ayrim parchalab silishga diqqat qilayman. Juma men biraqlasab tikema kallik o'qib ara yezildi bu. Aqliy iki qizilkak laza zalvaga to'qoygishimiz deb yana 30 sekund qo'rimiz. Ko'rib mashaga chiqib sevimli tuqqanlarim qo'llash yuzida yuraklarni birib gullarni yo'llab qo'shlarni tuvanchilik bilan so'rayman. Rahmat, ta'minlalar sevimli tuqqanlarim shunday qamda qo'llab biritlan. Andi herdan bag'niki quruqda tutqildirdi. Azara hajo deb bizga qarax zira yoqtirishimizga asosan lazım uni sab ilashtirsak bo'ldi. Tuqqanlar eng oxirda bir chachin suvga yarim qo'shiq kraxmal, bir qo'shiq changyo'ni qo'yib ilashtirib qo'yib 10 sekund o'rib cho'rimiz, tamog'imizdagi tag'idimi o'xshay kitish uchun 2024-yilda fasa o'tkazishimiz uchun bitta yurakni aymay bir bitib qozonda chiqarsak bo'lajimi tuqqanlarim. Boshqalarda yaxshilikni aymaganlarga yaxshiliklar ayalmas dedim. Amiz tuqqanlar cho'qim bir saf baqsa eg'izlar tetimiz meni majmi xayr xo'sh.